Xabaringiz bor, Milliy tiklanish demokratik partiyasi tashabbusi bilan otalar kunini bayram sifatida belgilash taklif qilinmoqda. Shu yuzasidan keling, jamoatchilik fikrini o'rganish maqsadida ularga mikrofon tutamiz. O'zi otalar kuni kerakmi? Albatta men bu tashabbusga juda ham qo'shilaman. Chunki oilamiz tayanchi bu dadalarimiz bo'lgan. O'ylab qarasam, ko'p og'ir narsalar erkaklarning qo'lida bo'ladi. Shuning uchun shu tashabbus bilan chiqqan ekansizlar, men juda ham qo'llab-quvvatlayman va buni targ'ibot qilishga ham tayyorman deb aytaman sizga. Oilada otaning o'rni beqiyosdir. Otaga bo'lgan hurmat jamiyatning eng katta tayanchi. Men partiyaning bu tashabbusini qo'llab-quvvatlayman. Talaba sifatida otalar kuni tashabbusini qo'llab-quvvatlayman. Ota hayotdagi eng katta tayanchimiz, har bir yutug'imiz ortida otamizning mehnati va duosi bor. Otalar bizani birinchi qahramonlarimiz, ularni mehnati, ishonchi bizani har doim katta maqsadlar sari erishishimizda kuch vazifasini bajaradi. Biz kim bo'lgan bo'lsak ham otalarimizning mehnati katta. Bu kunni joriy qilish, otalarimizga rahmat aytish uchun yana bir imkoniyat. Partiyaning ushbu tashabbusini qo'llab-quvvatlayman.